Bozordan go'sht sotib olib, o'zi va farzandlariga iste'mol qilish uchun berayotgan barcha fuqarolar tezda ogoh bo'ling. Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda go'sht haqida shoshilinch xabarlar tarqaldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Nahotki shu xabarlarning barchasi rost bo'lsa? Marhamat, video davomida ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sahnada sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb mavzularni kuzatib borish uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat! O'zbekistonda go'sht yana qimmatlasha boshladi. Bunga logistikadagi muammolar sababmi? Oxirgi haftada 1 kilogramm mol go'shtining ulgurji minimal narxi 7% ga ko'tarildi. Bu ta'minot zanjiridagi uzilishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Xususan, Rossiyaning bir qator hududlarida qoramollar orasida xavfli infeksiya tarqaldi. Natijada Qozog'iston hukumati ushbu mamlakatdan tirik chorva go'sht mahsulotlari, shuningdek issiqlik ishlovi berilmagan ozuqa va yem qo'shimchalarini olib kirish hamda tranzit qilishni to'xtatdi. Bundan tashqari, Qobul va rasmiy Islomobod o'rtasidagi yuzaga kelgan ziddiyat fonida Pokistondan Afg'oniston orqali go'sht kirib kelishida ham muammolar kuzatilgan bo'lishi mumkin. Oxirgi yillarda O'zbekistonda go'sht va go'sht mahsulotlari narxlarining qimmatlashgani aholining kundalik xarajatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatyapti. Ayniqsa mol go'shti bahosining tez-tez o'zgarishi nafaqat iste'molchilar, balki oziq-ovqat xavfsizligi, inflyatsiya va agror siyosat samaradorligi masalalarini ham kun tartibiga olib chiqdi. Rossiyada qoramollarning kasallanishi. Rossiyaning bir qator hududlarida, xususan Sibirning Novosibirsk viloyati, Oltoy o'lkasi va Shimoliy Kavkaz mintaqalarida qoramollar o'rtasida xavfli quturish va pastelyoz infeksiyasi tarqaldi. Buning oqibatida mamlakatlarning o'zida kasallangan mollar ommaviy tarzda izolyatsiya qilinib, yo'q qilinyapti. Ayrim hududlarda karantin joriy etilgan, sut va go'sht sotish taqiqlangan, kirish-chiqish cheklangan. Ushbu favqulodda vaziyat fonida Qozog'iston hukumati ham kasallik kirib kelishining oldini olish uchun qattiq choralarni ko'ra boshladi. 2026-yil fevral oyidan boshlab bosqichma-bosqich joriy qilingan cheklovlar 19-martdan boshlab qat'iylashtirildi. Jumladan, Rossiyaning zararlangan hududlaridan tirik chorva go'sht mahsulotlarini, shuningdek issiqlik ishlovi berilmagan ozuqa va yem qo'shimchalarini olib kirish hamda Qozog'iston hududiga orqali tranzit qilish vaqtincha to'xtatildi. Asosiy yo'llarning yopilishi esa butun Markaziy Osiyo logistikasini o'zgartirib yubordi. Rossiyadan quruqlik orqali eksport qilinadigan xom ashyo, chorva va ozuqa oqimining to'xtashi mintaqadagi ichki taklifni qisqartirdi. Bu esa go'sht narxiga bosim o'tkazishni boshlagan bo'lishi mumkin. Epizodik vaziyatning yomonlashishi ortidan Qirg'iziston ham qo'shimcha veterinariya sanitariya choralarini joriy etdi. Mamlakatga chorva mollarini olib kirish ustidan nazorat kuchaytirildi. O'zbekiston hukumati ham bu borada qanaqadir cheklovlar qo'llanayotgani haqida aniq ma'lumotlar hozircha yo'q, deyiladi ma'lumotda.